Assalomu alaykum qizlarjonlar. Mana kompot qilib qo'ydim. Keyin bugun korzinkaga chiqib bozorlik qilib keldik. O'zim go'sht olib kelib, o'tkarib, mana bir dunyo galipsi qilib qo'ydim. Bu juda ko'p bizaga. Pashta 30 tacha bor. 6 tadan so'sagam 2 kishi. Mana shunaqa qilib muzlatib qo'ysanglar, xohlagan paytinglar pishirib yeysizlar. No'xatlarni ham o'tib muzlatib qo'yganman. Tayyor. Mana bu yoqda guruch ismaloq sho'rva turetskiy. Birinchi guruch bilan no'xat pishirganman, keyin guruch solganman. Guruch pishgandan keyin ismaloq bir bog' ismaloqni mayda to'g'rab solganman. Keyin qaynatganman. O'sha o'zini suviga keyin bir chini kosa qatiqni ichiga tuxumni sarig'ini solib, bir qoshiq un solib, mana shu sho'rvani issiq suvidan solib aralashtirib, keyin qaynagan sho'rvaga uni solib qaynatganman. Qaynagan, qatiq kuyib qolmaydi. Mana issiq suvidan solib aralashtirsa, keyin mana bunday chiroyli sho'rva bo'ladi. Keyin отдельный skоворodkaga qizil paprika bilan miyata borki, quritilgan rayhon. Miyata pudanaligi. Nazvoy emas, rayhon. Ana o'shandan quritilgandan qovurib, yoqqa qovurib aralashtirib yuborganman. Mana shunday chiroyli go'zallik kelgan. Agar buni yana sho'rvani yana boshqa o'rgatinglar desanglar, o'rgataman. Yozda kuni mazza bu.